Sohibqiron Amir Temur hayotiga nazar tashlaymiz. Amir Temur nafaqat qilich sohibi, balki yuksak intellekt egasi ham bo'lgan. U turkiy va farsiy tillardan tashqari arab tilini mukammal bilgan va jami 12 ta tilda bemalol muloqot qila olgan. Bu uning diplomatik g'alabalariga katta zamin yaratgan. Sohibqiron shaxmatni shu darajada kuchli o'ynaganki, oddiy 64 katakli doska unga kichiklik qilgan. Shu sababli u 110 ta katakdan iborat buyuk shaxmatni ixtiro qilgan. Bu o'yinda nafaqat fil va ot, balki tuya, fil va hatto zafar donalari ham bo'lgan. Temur bobomiz fenomenal xotiraga ega bo'lgan. U o'z armiyasidagi minglab askarlarni yuzidan tanigan va ismini eslab qolgan. Shuningdek, u tarix va adabiyotga oid yuzlab asarlarni yoddan bilgan. Har bir harbiy yurish va safarda Sohibqiron bilan birga maxsus sanduqlarda minglab nodir kitoblar olib yurilgan. U safar davomida ham mutolaadan to'xtamagan va olimlar bilan ilmiy bahslar olib borgan. Uning mashhur kuch adolatdadir shiori shunchalik so'z emas, balki butun davlatchilik tizimining poydevori edi. U adolatsiz amaldorlarni qattiq jazolagan va oddiy xalqning huquqlarini doim himoya qilib kelgan. Temur Samarqandni dunyoning eng go'zal shahriga aylantirishni maqsad qilgan. U zabt etilgan hududlardan boyliklarni emas, birinchi navbatda eng mohir ustalar, me'morlar va olimlarni Samarqandga olib kelgan. Temur Xitoydan Angliyagacha bo'lgan ulkan hududda murakkab diplomatik aloqalar o'rnatgan. Uning davrida Buyuk Ipak yo'li qayta tiklandi va xavfsizlik ta'minlandi. Bu esa iqtisodiy yuksalishga olib keldi. Amir Temur o'z hayoti davomida olib borgan birorta yirik jangda mag'lub bo'lmagan. Uning harbiy strategiyasi va taktikasi shu darajada mukammal bo'lganki, u 200 dan ortiq janglarda, jumladan Usmoniylar, Oltin O'rda va Dehli sultonligiga qarshi kurashlarda ham doim g'alaba qozongan. Temur tuzuklari bu nafaqat qonunlar to'plami, balki rahbarlik san'ati bo'yicha yozilgan ilk mukammal asarlardan biridir. Bugungi kunda ham ushbu asar dunyoning yetakchi harbiy va siyosiy akademiyalarida qo'llanma sifatida o'rganiladi.